o'zimiz hammamiz tanigan mashhur ulamolarimizdan birlari, endi juda ko'p har xil sohaga kelishadi endi oldimga. Shulardan bittaligi Odilxon Qorakan borlar. Yaxshi taniysiz-ku. Aytadilar, Habibulloh, bilasiz, ko'rinishim zo'r bo'ldi. Birinchi yangi kelayotgan 1-2 marta soch oldirganlardan keyin aytibdilar. Keyin hech qachon aytmagan gaplarni aytdi menga. Sartarosh bilan sartarosh farqi borligini shuncha yilda endi bilinman deb anaqa qildilar. Habibulloh, bitta narsani bilib oling. Bu sohada bitta soch chiroyli olmas ekansiz, siz katta narsaga xizmat qilar ekansiz. Bu narsani shogirdlaringizga ham ulashib qo'ying deganlarda, qanaqa nima narsa qoraka, nimani aytyapsam, siz har bitta olgan sochingizni shunaqa niyat qilib oling. Men aytsam bir xilla kuladi-da, bu nima videolarda aytganman. Men shunaqa o'zimga maqsad qo'yib olganman. Men bu ishim bilan oilalarni jipslashiga, odamlarning o'rtasida mehr uyg'onishiga xizmat qilaman deb o'zimga niyat qilganman-da. Qanaqa bo'ladi desiz, siz sochingizni oldirib borasiz, soch keyin ko'radilar. Voy, bu safar zo'r chiqibdimi? Sartaroshni almashtirdingizmi yoki bir mana shunaqa, yoki onaxon ko'rsalar, bolasi oldirib kelinsa, voy o'g'lim mana shunaqa oldirib yurgan, ko'ryapsizmi? Odamlar o'rtasida iliqlik. Sochi keyin o'sha aytibdilar Qorakan. Keyin zo'r anaqa aytdi, xursand bo'lib ketdim. Ko'ryapsizmi? O'rtamizda muhabbat yaxshilandi. Ko'ryapsiz, siz bunga sababchi bo'lyapsiz. Bu sartaroshlik oddiy ish emas. Odamlarning o'rtasida mehr, muhabbatni uyg'otadigan kasb.